kimga bir kasb berilgan bo'lsa, bu unga omonat. O'sha omonatini xiyonat qilmasdan ishlash kerak. Alloh taolo huzurida so'ralamiz. Qiyomat kunida o'sha kasbimiz uchun javob beramiz. Alloh bizga uni omonat qilib berdi. Hech kim o'z-o'zidan o'sha hunarni, o'sha ilmni, o'sha kasbni olmaydi agar Alloh bermasa. Shunday ekan Alloh bizga shunaqa berdimi, o'sha kasbimizga qiyomatda javob beramiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Abu Zar radhiyallohu anhuga aytgan bir gaplari bor ekan. Ya Abu Zar, anta za'ifun wal mas'uliyatu amanatun. Fahiya khizyun va arun va nadamatun yawmal qiyamah. Mana shu gapni qachon aytganini bilasizmi? Mana Abu Zar radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib, meni bir joyga vali qilib qo'yin degan ekanlar. Abu Zarga shu gapni aytgan ekan. Ey Abu Zar, sen bir zaif odamsan. Mas'uliyat esa bu omonat. Bu qiyomat kunida sharmandalik, or va nadomat. Sizga bir lavozim berildimi? Amal berildimi? Kasb berildimi? Bu omonat. Qiyomatda javob beramiz. Hammamiz buni omonat deb qabul qilishimiz kerak. Ana o'shunda to'g'ri yechim bo'ladi. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mana shu hadis mashhur. Sizlar hammangiz rahbarsiz va shu rahbarligingiz uchun qiyomatda so'ralasiz. Mas'ul. Bizi so'zimiz bor, bilasizmi? Mas'ul degan so'z bor. Mas'uliyatsiz deymiz birorta bir kishi agar e'tibor qilsa yoki bu odam mas'ul vazifada deymiz. O'sha mas'ul degani so'ralinadi degani o'zbekchasiga. Qiyomatda so'ralinadi. E'tibor beryapsizmi? Hammamiz qaysi ishda bo'lishimizdan qat'iy nazar qiyomatda so'ralinamiz. Agar hamma kasb egasi shu e'tiqodda bo'lsa, shu omonatda bo'lsa, shu bugungacha dunyoni titratayotgan mana bu korrupsiya degan narsa bo'lmaydi. Poraxo'rlik bo'lmaydi. Odamlarning haqqini yeyish bo'lmaydi shunaqa bo'lsa. Omonat deb bilsa agar, hamma o'zini ishini o'zi chiroyli qilsa, yuklatilgan omonatini bajarsa, qaysi kasb egasi bo'lishdan qat'iy nazar. Men umumiy ma'noda aytyapman. Kasbda ajratmayapman. O'zimdan boshlab, men ham omonatdormanki, Allohdan so'rab har kuni yig'layman. Alloh muftiyligiga omonatni o'zing menga yordam ber. Boshqa kasblar ham u nima kasb qilishdan qat'iy nazar, qanaqa lavozimda turishdan qat'iy nazar, agar har kuni Allohim men omonatni bajaryapman deb chiqadigan bo'lsa, shu odam ibodatda turibdi. Shu odam ibodatda turibdi. Chunki u Allohdan qo'rqyapti. Ibodat degani bandalikni his qilishda. Ana o'sha katta omonat azizlar. Har birimiz. Shuning uchun mana prezidentimiz o'zlari yaqinda Oliy Majlisdagi murojaatnomada gapirib o'tdilar-ku. Korrupsiyaga qarshi kurashda aholini barcha qatlamlari eng yaxshi mutaxassislar jalb qilinmas ekan, jamiyatimizning barcha a'zolari ta'bir joiz bo'lsa halollik vaksinasi bilan emlanmas ekan, o'z oldimizga qo'ygan yuksak marralarga erisha olmaymiz dedi. Mana shu vaksina, mana shu omonatdorlik azizlar. Biz poraxo'rni yomonlaymiz, u pora berayotganda hech kim yomonlamaydi. Ar-Roshi val Murtashida Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislari bor. Bergan ham, olgan ham, o'rtada turgan ham barobar Alloh la'nati bo'lsin degan. Biz butun jamiyat shuni qilmasak to'xtaydik-ku. Shuni omonat deydi azizlar. Hamma kasb egasi kim bo'lishdan qat'iy nazar omonatdor bo'lish kerak. O'z kasbiga omonat bilan qarash kerak.